Tayyor mana uyda uzunligi 40 metr bu tomoniga, mana tomoniga 20 metr uy uglovoyda. Uydan chiqib to'g'riga qaraysiz, qabriston bor. Qabriston bo'lsa ham yaxshida uyda oldida eslab turasiz. Endi qarang, hozir to'lovlar ketsamiz, narxini aytaymi, narxini ichkarida aytaman. To'lovlar ketsamiz Marg'ilonda eski arab shashlik bormi bu yerda? Lenin yo'lida, o'sha arab shashlikda oldida. Men aytdim, shuni o'ngga burilsa juda ham katta yo'l bo'yiga juda ham yaqin, katta yo'lga chiqasiz. Uyni ko'ryapsizlar, sinchlik qurilgan, 25-20 yil oldin qurilgan uy ekan. Shuni qurib ko'tarilgan, suv bo'lmagan, ana shunday qolib ketgan. Hozirgi kunda odam yashayapti. Xo'p, 7 xona uy bor dedilar. Общий 12 sotiklik tayyor turar joyimiz. Mayda ayvon qilingan. Xo'p, mayda mana yana ayvon, mayda chuydalar, xullas, fonli mayda stashka qilib so'rta qilib qo'ygan ekanlar. Uyda xohlaganga net sotik zarur bo'lsa beraveramiz dedilar. Telefon qilishaversin dedilar. Mana men aytdim, shuni robot ochsangiz ham baqab yursangiz chiqib ketaverasiz. Aytdim, dirs aytib, bag'aga mang'illatib yuboradigan holat ekan. Uy zo'r ekan bu haqiqatda. Akamiz oktagon qilib qo'yibdilar, mana bu yerda xo'roz urishtirgani, bu yerda xo'roz boqar ekanlar. Xo'p, narxini 100 ming deyapmiz. Podvali ham bor ekan uyda. Uyda holat shu. Mana. Mana shu xo'rozga pista bodam berib boqishadi. Vashi kerak emas bizga pista bodam berib boqish. Ko'ryapsizlar, agarodini o'zi ham 4 sotik chiqsa kerak, bilmayman. Agarod ham juda katta joy ekan. Bemalol dehqonchilik qilsangiz bo'ladi. Telefon qilinglar, pastki raqamlarga baraka qilib yuboramiz. Egalar raqamni qoldiryapmiz. Uyda holati juda ham chiroyli, mevali daraxtlar bor. Nari tomonidan olib qo'ysiz ko'rinishini. Uyimiz 100 ming baholanyapti. Kami bor. Egalar raqamni qo'yib qo'yapsiz. Telefon qilsalaringiz sizlarga baraka qilib yuboramiz. Mana shunaqa uy chiqarishda davom etamiz. Marg'ilon, Farg'ona, Kirgilidan sizdan faqat like, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Kommentariyada yozib, yaqinlarga jo'natib tursalar ham biz ishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.